Assalomu alaykum. Siz yana Planeta Zich kanalidasiz. Bugungi testimiz obyekti Tesla Model 3. Tesla texnologik mashina sifatida mashhur. Uning elektromagnit maydon ko'rsatkichlari qanday? Keling, uni 5 ta joyda siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi joyimiz haydovchi o'rindig'i. Standart magnit maydonimiz 208 milligauss ko'rsatmoqda. Haydovchi oyoq osti. Standart magnit maydonimiz 407 milligauss ko'rsatmoqda. Yon o'rindiqdagi ko'rsatkichimiz 403 milligauss gacha ko'tarildi. Markaziy konsoldagi ko'rsatkichimiz 34 milligauss ko'rsatmoqda. Monitorimizdagi ko'rsatkichimiz 403 milligaussga ko'tarildi. Orqa o'rindiqni ko'rib chiqamiz. Orqa o'rindig'imizda standart magnit maydonimiz 403 milligaussgacha ko'tarildi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Tesla Model 3imizdagi eng yuqori ko'rsatkich haydovchi oyoq ostida chiqdi. Ushbu ko'rsatkichimiz 4 milligauss ko'rsatdi. BYD Song Plus bilan solishtirganimizda esa BYD Song Plus'ning elektromagnit ko'rsatkichi ham aynan haydovchi oyoq ostida edi. Uning ko'rsatkichi 3.2 milligaussni ko'rsatgan edi. Solishtirishimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, Tesla E3 ning ko'rsatkichi 0.8 milligaussga balandroq ekan.